Maraz. Iflos. Sen mani do'stimmisan? Menga qara. Darding pulligini oldinroq aytganingda, og'zingga siqqanicha pul berardim, maraz. O'zingni bos o'rta, nima bo'pti? Sen menga farzandli bo'la olmaysan, to'miding? Ha, shunaqa. Men farzandli bo'la olar ekanman. Bo'ldi, o'zingni bos. O'tir. Odamga o'xshab gaplashsak bo'ladimi? Xo'sh. Kim aytdi senga farzandli bo'la olasan deb? Men boshqa urologga bordim. 10 yillik tajribaga ega urologga. Iloji bor dedi. Qanaqa qilib bolali bo'lishing mumkin? Chet elga olib borib, operatsiya qilaman dedi. Pul kerak dedi. Tushunarli. O'sha doktoring bilan bugun meni ko'rishtira olasanmi? Nima qilmoqchisan? Borganimizda meni doktorligimni indamaysan. Billa boramiz, so'raymiz. Agar men adashgan bo'lsam, yuzimga tupurib ketsang ham roziman. Konfutsiy aytganidek, hayot aslida sodda, ammo biz insonlar uni o'zimiz qiyinlashtirib yuboramiz. Akamiz ham shuncha yil mana begona ishlarni taqillatib yurgan ekanlar. Bugun bir ilojini topdik. Xudo xolisa, haftaning oxirlariga chet elda operatsiya qilamiz. Siz farzandli bo'lasiz. Qaysi yo'l bilan farzandli bo'la olaman? Bular sizga kim bo'ladilar? Yaqinmi? Voy, bu meni yaqin do'stim. Bundan hech qanaqa sir bekitmaganman. Bemalol ishonarli odam, gapiravering. Bu qarindosh urug' degan gap bor. Qo'ni qo'shni, xudo anda, eng yomoni ayolingiz oldida tilingiz qisuv bo'lishi. Bu yomon narsa, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shunda chet elga boramiz. Bitta donor topamiz. Urug'i ekamiz u qaytamiz. Zato farzandli bo'lasiz. Eng muhimi, ayolingiz oldida tilingiz qisuv bo'lmaydi. Xudo xolisa. Ko'rdingmi o'rta? Iloji bor dedim-ku senga. Mana. Tushunmading shekilli. U donor deb aytdi. Nima degan endi u? Men tushunmasam. Bu seni xotiningni folikulasini olib, birovni urug'ini qo'shib, seni bolali qilaman deyapti. Tushunmadim. Siz kimsiz? Erkaklar bepushligi bilan shug'ullanadigan urolog, androlog Mamadaliyev Bobirman. Men ham sizga o'xshagan doktorman. Faqat farqimiz, men Xudodan, qonundan qo'rqadigan odamman. Iltimos, xonani bo'shatib qo'yinglar. Bu gap bo'lmadi deb hisoblaymiz. Aka, biz ketamiz. Lekin siz qilayotgan ishingiz ertaga oqibati yomon bo'ladi. Chiqing. Endi tushungandirsan, do'stim.